Umar ibn Abdulaziz imom ko'taradi, Qur'on o'qib, to'xtab qoladi, namozini davom etolmasa. Tunlarning birida bu ulug' inson shunday yig'ladiki, atrofdagilar uni ko'rib yig'lashdi. Tonggacha yig'ladi. Ayoli so'radi: "Nima uncha yig'laysiz?" Umar ibn Abdulaziz aytdi: "Alloh taoloni fariqun fil jannati va fariqun fis sa'ir oyatini o'qidim" dedi. Nima degani bu? Bir guruh odamlar jannatda bo'ladi, bir guruh odamlar do'zaxda bo'ladi. Qaysinisida ekanligimni bilmasdan yig'layapman dedi. Xulofoi roshidlarning 5-si deyiladigan kishi mana shunday qo'rqib yig'lagan. Muoz ibn Jabal ham yig'lar edi. Sababini so'rashganida Alloh taolo bir toifa bandalarni do'zaxligini yozgan. Yana bir toifani jannatligini yozgan. Men ana shularning qaysi biridan ekanligini bilmasdan yig'layapman dedi.